Biz balki adashayotgandirmiz. Shu bola haqiqatda shu narsani qilmoqchi bo'lgandir balki dedik. Deb delani ko'ryapmiz, advokatlar bilan gaplashyapmiz, keyin sud jarayonlarini kuzatyapmiz. Umuman yo'q-da. Hech nima yo'q-da. Men o'shanga yo'q so'ralyapti. Xo'p, qani o'sha men maska, pichoq nima olganlar videosi, o'zi videosi kamera bo'lgan u yerda. Qani o'sha videosi? Desa, video yo'q. Berganmiz deyilyapti, lekin yo'q. Endi bizada nima deydi, hayotiy tajribamizdan kelib chiqib, bu operativniy syomka shu paytda odamlarni shokoviy sostoyaniyaga tushirish uchun u обязательно bo'ladi. Lekin ayrim holatlardan bilmadim nimaga u sudgacha yetib kelmaydi u anaqalari. Lekin shu holatda o'zlarini ko'rsatish uchun, qanaqadir tashqi fuqarolarga ta'sir ko'rsatish uchun lekin xuddi shu narsa protsedurani qilishadi. Lekin почти 80-90% da jinoyat hujjatlarida mana shu holatlar bo'yicha birorta audio, video yozuv umuman taqdim qilinmaydi. Yo'q, o'shaning uchun so'raldi-da. Mana bu narsaning ishonchsiz bo'lib qopti. Men bitta oldim deyapsan. Bu bola yotgan bo'lsa, ijtimoiy ko'rmayotgan bo'lsa, sen qayerdan olganingni Xudo biladi. Balki o'zing bitta setkaga solib olib kelgandirsan. Qani o'sha qayerdan olganingni ko'rsatib ber. Kamera hozir oddiy-da, bitta men telefonni olsangiz 6 soat, 10 soat yozadi. Sifati ham zo'r yozadi. Bittasi hech bo'lmasa telefonda olib turmabdi-da, haqiqatda shunaqa zo'r ekan. Endi qonun bo'yicha, menimcha, dalillar to'plash bo'yicha o'zi tegishli tartibi ham bor. Unga asosan u har bitta tergovchi yo xatti-harakat amalga oshirganda qaysi model, qaysi rusumdagi undan deb aytish kerak-da. U shu standartga anaqa bo'lish kerak-da, соответствующий bo'lish kerak. Ertangi kun arzimagan anaqa ham u to'plagan hujjatda nomaqbul deb topilish uchun asos bo'lgani uchun uni o'zining tartibi bor-da. Shuning uchun ham ko'pchiligi yo'q bu narsaga mana bu bosh prokuratura, mana bu ichki ishlar qattiq anaqa qilish kerak-da, nazorat qilish kerak-da. Bu imенно menimcha hozir bizda O'zbekistonda tergov sistemasidagi, tergov tizimidagi eng og'riqli joyi mashet. Birinchi jinoyatni qilib qo'yishadi. Haqiqatan уже haqiqiy jinoyatchini ushadik deb hamma yoqqa nima deydi, ovoza qilib tashlaydi. Keyin biladiki, oxirida bu jinoyatchi bo'lib chiqmaydi-da, уже jinoyatchi emas bu. Endi nima qilish kerak? Endi deydi, olib qo'yganmiz-ku deydi. Uni topsak biz o'zimizga qarshi ishlaydi. Endi uni lutchi biz qanaqadir baxtsiz hodisalarni yo'qolib qoldi deb qo'ya qolamiz, bitta vigir bilan qutulamiz deydi-da. Lekin shu paytda nima shu joyda bo'lib qolgan, tasodifiy bo'lib qolgan bir odamning taqdiri 15 yil, 20 yilga ketadi. Yaxshi, unda sudda nima keragi bor? Yo, imенно mana shu holatda bu sud nimaga kerak? O'zi sud adolat qo'rg'oni bo'lish kerak. Bizda sud qaytadan tergov qiladi, to'g'rimi? Sud tergov ko'radi, dalillarga qiladi, o'sha tergovchining gapini eshitadi, ayblanuvchilarni eshitish kerak, hammasini eshitib turibdi, ko'rib turibdi. Advokatlar o'z fikrini bildiryapti, advokatlar asosli gaplarni aytayapti. Hammasini aytib turib, lekin bilmam sudya uni ko'rmayapti. Ya, sudya ko'rishga ko'radi. Menimcha hozirgi ko'pchilik sudyalarni bu jur'at yetmayapti. Jur'at yetmayapti. Chunki baribir eski tizimdan qolgan anaqasi bor. Uni bu yashirganda ham foyda yo'q. Yashirganda ham foyda yo'q-da, lekin nisbatan ozgina yaxshi bo'ldi. Nisbatan yaxshi bo'ldi-yu, lekin bu уже adolat qo'rg'oniga aylanib bo'ldi degani emas-da u. Ichida yurak yutgan bir 3-4 ta sudya paydo bo'lib qolyapti, lekin ularning ham taqdiri ayanchlik bilan tugayapti-da, chunki ishlab turgan joyidan tasodifan qanaqadir bir joyga jo'natib yuboradi. Anaqa bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zini ishini sidqidildan bajarayotgani uchun u ko'pchilikka ham yoqmaydi.